Bugungi globallashuv davrida kuch faqat harbiy salohiyat yoki iqtisodiy bosim bilan o'lchanmayapti. Endi davlatlar madaniyat, ta'lim va media orqali ham dunyoqarash va siyosiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatmoqda. Siz soft power haqida eshitganmisiz? Xo'sh, u qanchalik samarali, qanday ishlaydi va biz undan qanday foydalanishimiz mumkin? Ayni mavzuda bugun biz tajribali jurnalist bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizda ko'rib turishdan juda ham mamnunmiz. Keling dastavval soft power, ya'ni yumshoq kuch tushunchasining mazmun mohiyatiga qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum, taklif uchun rahmat. Soft power klassik ma'noda qaraydigan bo'lsak, bu albatta madaniyat almashinuvi nazarda tutiladi. Lekin bugungi global o'zgarishlar nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, u nafaqat madaniyat almashinuvi, balkim qaysi bir davlatni strategik maqsadlariga xizmat qiladi. Ya'ni dunyo maydonidagi ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi. Yana bir jihatini aytib o'tishimiz kerak. Misol uchun, har qanday soft power bugun kerak bo'lsa kun tartibini belgilab beradi. Ya'ni agenda setting deymiz va u orqali u nafaqat o'z pozitsiyasini mustahkamlaydi, balki raqib tomonni manevr qilish uchun trayektoriyasini ozgina toraytiradi. Ana shu ma'noda bugungi kunni agar tom ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, soft powerni bu mamlakatni taqdirini belgilaydigan, uni jahon maydonidagi nufuzini, kerak bo'lsa kuchini belgilaydigan bir unsur deb o'ylayman. Ustoz, soft power dastlab yaratilgan paytdagi holati bilan hozirgi holatida qanday o'zgarishlarga uchragan? Bilasizmi, soft powerni olimlar juda ham ko'p o'rganishgan. Chunki bu o'sha madaniy aloqalarning bir turi sifatida, ya'ni tashqi targ'ibot, ayniqsa madaniyat sifatida, madaniy targ'ibot kanallaridan biri sifatida qo'llanilgan soft power. Nima uchun aynan soft power deyilgan? Ya'ni yumshoq kuch. Haqiqatdan ham har bir mamlakatni o'ziga xos qadriyatlari deymizmi yoki uni madaniyati deymizmi, tili va hokazo. O'sha orqali masalan o'zini madaniyatning targ'iboti orqali masalan o'zini tanitishga harakat qilingan targ'ibot usullaridan biri bo'lgan. Ya'ni yaxshi ma'noda deylik, masalan yaxshi ma'noda PR instrumentlaridan biri deb hisoblasak ham bo'ladi, nazariy jihatdan. Lekin masalan buni nima uchun klassik ma'nodagi hozirgi ko'rinishi oldingi davrdan o'zgardi? Chunki global munosabatlarning o'zi o'zgaryapti. Bu qayerda ko'rinadi? Misol uchun o'sha aynan soft power ma'nosida. Agar misol uchun oldingi davrda u shunchaki masalan kinofestivallar, sport musobaqalarida qatnashish, ko'rgazmalar deyligi o'shalar bilan cheklangan bo'lsa, bugungi soft power u bilan cheklanmaydi. U yerda media ham bor, u yerda masalan shunaqa bir boshqa instrumentlar borki, ya'ni davlat brendingini uzatadigan, davlatni imijiga bevosita xizmat qiladigan va aniq hisob-kitoblarga yo'naltirilgan soft power bugun birinchi o'ringa chiqyapti. Yumshoq kuch siyosatida medianing o'rnini qanday baholaysiz? Bilasizmi, aslida kommunikatsiyani har qanaqa turiga qarab ham uni kuchli yoki kuchsizligiga bo'lishimiz mumkin va soft power nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu yerda media kalit o'rinni, asosiy o'rinni o'ynab beradi. Ya'ni mediasiz soft power hech narsaga erisha olmasligi mumkin. Bu yerda odamlarga uzatilayotgan axborotni nazarda tutishingiz mumkin. Yoki masalan O'zbekistonni aytaylik yoki biron bir mamlakatni masalan turizm imkoniyatlarini aytishimiz mumkin yoki investorlar uchun bo'lgan, bularning hammasi soft power bilan shakllanadi. Nima uchun mediani o'rni baland deyapman? Chunki odamlar masalan o'sha mamlakat haqidagi birinchi dastlabki ma'lumotlarni aynan media orqali eshitadi, biladi. Va misol uchun O'zbekiston nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, 90-yillarda bir eslaylik, masalan 35 yillar oldin O'zbekistonni kichik agrar mamlakat sifatida tanishardi va aynan media orqali bu shakllangandi. Lekin bugungi kunda yangi O'zbekiston haqidagi tahliliy maqola ko'paygan. Ya'ni ko'ryapsizmi, aynan yangi O'zbekiston frame kirib kelyapti-da bu yerga. O'sha soft power o'zgaryapti qaysidir ma'noda. Nima uchun? Chunki bu yerda media yordam beryapti. Lekin media haqida gapirganmiz aynan soft power ma'nosida. Mediani o'zi yetarli emas. Soft powerni tom ma'nodagi bir natijasiga erishishimiz uchun. Nimaga bunday deyapman? Chunki media u
tayyor ma'lumotni yetkazadi, obyektiv yetkazadi, jurnalistik nuqtai nazardan o'sha etika tamoyillariga tayangan holda yetkazadi, lekin biz yetkazayotgan axborot aytaylik, u real hayotga mos bo'lishi kerak. Agar masalan o'sha PR kitoblarida ham juda ko'p keladi, bo'sh joydan PR qilib bo'lmaydi. Ya'ni real voqea, real madaniy unsurlar, real masalan kuch, real boshqa bilim deylik, fanni rivojlanganligi haqidagi informatsiyalar ertaga o'zini oqlaydi. Agar uni aksi bo'lsa, masalan soft power nuqtai nazardan biz masalan biron bir narsani yaxshigina targ'ibotini qilsak, lekin aslida bo'lmasa, u yaxshi natijaga olib kelmaydi. Ya'ni imijologiya bilan shug'ullanadigan olimlarning orasida bitta gap yuradi. Imijni o'zi ham, nufuzni o'zi ham, mamlakatni nufuzi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, yo'q joydan bor bo'lib qolmaydi, bor joydan yo'q bo'lib qolmaydi. Soft power va media bu yerda o'sha asosiy qizil chiziq bilan o'tadigan ko'prik deb hisoblayman. Ta'lim diplomatiyasi haqida nima deya olasiz? Ya'ni ba'zi bir davlatlarda shunaqa strategiya rol o'ynaydiki, ular katta investitsiyalar kiritishadi boshqa mamlakatlar ta'limiga. Ya'ni o'sha mamlakatga borib o'qishga imkoniyatlar beriladi, grantlar qo'yiladi o'rtada. Lekin buning ortida katta mablag' sarflanadi. Qarang, bu siz aytmoqchi bo'lgan mablag' o'zini gapni ochig'i oqlaydigan mablag'. Nimaga? Men tushuntirib beraman. Misol uchun aytaylik, 20 nafar talaba masalan xorijda o'qidi. Aytaylik, masalan, o'zimizning jurnalistika sohasida o'qidi. Bilasizmi, o'sha talabalar misol uchun o'sha mamlakatni qaysi ma'nodagi nafaqat bilim tashuvchilari, balki madaniy tashuvchilarga aylanadi va o'sha mamlakat bilan issiq, iliq munosabatlari shakllanib qoladi. Ya'ni o'zlari bilmagan holda o'sha mamlakatni elchisi va madaniyat targ'ibotchisiga aylanib qolishi ham mumkin-da. Ya'ni masalan o'zi kambag'al unaqa u darajada rivojlanmagan mamlakat bo'lgan taqdirda ham xorijiy mamlakatlardagi talabalarni olib kelishdan manfaatdor. Nimaga? Chunki bu ham soft power. O'sha bolalarga, o'sha yoshlarga dars berish orqali, ta'lim diplomatiyasi orqali o'zining nufuzini oshiradi. Men deydi, masalan, Yaponiyada o'qiganman deydi. Men Koreyada o'qiganman, men Amerikada, men Hindistonda o'qiganman deydi va bir umr o'sha networking yaxshi ma'nodagi o'sha ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirishga hissa qo'shadi. Shu nuqtai nazardan men nafaqat ta'limni aytib o'tgan bo'lardim, hatto ilmiy konferensiyalarni ham, olimlar o'rtasidagi almashuvni ham men o'sha qismga kiritgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki olimlar bilasiz, har doim yetakchi o'rinda turadi. Olimlarning fikri, olimlar masalan biron bir mamlakatni o'rgansa yoki biron bir mamlakatga borib o'sha ilmiy davralardagi diskussiyalarda qatnashsa, bahs munozaralarda qatnashsa va o'sha mamlakat haqidagi ma'lumotlarni bari o'zi bilan olib keladi va baribir ham o'sha mamlakatni qaysi ma'noda, hatto o'sha passiv ma'nodagi nima deydi, tarafdori hatto bo'lib qolishi mumkin. Olimlarda ham bu narsa bor va o'ylaymanki, bu yo'nalishda, ya'ni olimlar o'rtasidagi almashuv, talabalar o'rtasidagi almashuvga bizda ham kattaroq, yana ham jiddiyroq e'tibor berib qarashimiz kerak deb o'ylayman. Ustoz, soft power va propaganda oxirgi paytlarda bir xildek ko'rinyapti-da. Jamiyatda siz aytganingizdek, boya o'sha dastlab yaratilgan paytda soft power, ya'ni yumshoq kuch tushunchasining nazariyasi boshqacharoq edi, lekin oxirgi paytlarda u propaganda bilan qaysidir ma'noda tenglashayotgandek. Buni o'rtasidagi qizil chiziq qayerda? Bilasizmi, o'zi klassik ma'nodagi soft power, bizni o'sha kitoblarda yozilgan soft power bu ko'proq madaniy almashuv va ishonch uyg'otish. Bilasiz, ishonch uyg'otgandan keyin odamlarni yoqtirish mumkin. Yoki Blaise Pascalning bitta gapi bor, odamlarga ta'sir qilishni deydi, Pascal aytadi, ikki xil usuli bor deydi. Yoqtirish va ishontirish deydi. Soft powerni o'rni ham ana shu joyda. Ya'ni yaxshi ko'rsatish, o'zini yaxshi ko'rsatish san'ati deydi. PR-da ham xuddi shunaqa gap bordi. Ruschasiga aytganda, это искусство влюбить себя deydi. O'zini sevdirish san'ati deydi. Ko'ryapsizmi? Demak, soft power yaxshi ma'noda ketyapti. Lekin sizning savolingizni ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, ba'zan propagandaga o'xshab qolyapti deyapsiz va bugungi kunda aynan shuni guvohi bo'lyapmiz. Bu hech kimga sir bo'lmay qoldi. Ya'ni soft powerni haddan ziyod agressiv tarqatayotgan mamlakatlarimiz ham yo'q emas, afsuski.
va bu orqali masalan o'zini qaysi ma'noda boshqalardan yuqori tutish, hatto buni kechirasizu yangiliklarda ko'ryapmiz, jurnalistlarni afsuski orasida ko'ryapmiz bu narsani. Lekin aslida propaganda bo'lishi kerak emas soft power. Va uni o'rtasida bizni jurnalistik tilimizda aytadigan bo'lsak, obyektivlik, xolislik saqlanishi kerak. Ya'ni propaganda bu soft power emas. Soft power masalan madaniy almashuv bo'ladigan bo'lsa, propaganda bu umuman boshqa. Bu ko'proq o'sha davlatni bevosita nima deydi, oxirgi paytlarda kuzatayotganimiz, masalan, ayrim davlatlar masalan fake axborotlar tarqatishi yoki odamlarni chalg'itadigan axborot tarqatishi, dezinformatsiya tarqatishi bu propaganda bilan aralashib ketyapti va bu yaxshi emas aslida. Siz aytmoqchi bo'lgan tom ma'nodagi masalan soft power bilasizmi, nima uchun muhim deb hisoblayman va bugungi kunda ham soft power muhimligini men shunda ko'ryapmanki, oxirgi paytlarda masalan o'sha dunyo maydonini qaraydigan bo'lsangiz, geosiyosiy o'zgarishlar yoki notinchlik kuzatilayotgan hududlarga qarasangiz, ana shu joylarda masalan ikki davlat o'rtasidagi muammolarni qarasangiz, masalan, qurol-yarog'ni qimmatlashib ketishini kuzatishingiz mumkin yoki sanksiyalar bir-biriga masalan qo'llashadi va u sanksiyalar har ikki tomonga ham masalan zararga ishlaydigan paytlarini ham ko'ryapmiz-da, gapni ochig'i. Lekin agar buni o'rniga soft power yoki qurol-yarog' harbiy urushlarni o'rniga soft power keladigan bo'lsa, bu albatta uni sal madaniyroq ko'rinishi bo'lib yangrashi mumkin. Misol uchun aytadigan bo'lsak, oxirgi paytlarda hatto g'arb davlatlarida Osiyoga masalan qiziqish bor. Buni hech kim bekitmaydi, buni ochiqchasiga aytishyapti. Hatto Amerika xonadonlarida Koreys seriallarini ko'rishyapti. Bu tarixda bo'lmagan. Demak, Koreya bu tomondan o'zini targ'ibotini to'g'ri va izchil olib borishning natijasi deb o'ylayman. Yoki yana o'sha Koreyadan misol qilib aytadigan bo'lsak, K-pop deymiz, ya'ni o'sha koreys tilidagi pop muzikani butun dunyoga tarqalishi, ashulalarning tarqalishi. K-pop bu alohida janr sifatida masalan estrada yo'nalishida tan olinyapti. Bu ham masalan soft powerning kuchi deb o'ylaymiz. Xuddi shunaqa nima bilan masalan soft power natijasida men aytgan bo'lardim, O'zbekistonga, o'zbek madaniyatiga xos bo'lgan masalan belgilarimiz, brendlarimiz, masalan atlas bo'ladimi, xon atlas bo'ladimi yoki milliy taomlarimiz bo'ladimi, masalan palovdan tortib masalan o'zbek noni deymizmi, bularni hammasini bemalol masalan o'sha brend orqali xorijga targ'ib qilishimiz mumkin va u orqali mamlakatni targ'ib qilishimiz mumkin. Bugun men juda ham xursand bo'laman, ayniqsa oxirgi yillarda yangi O'zbekiston deganda odamlar qanaqadir mifologiyani ichida emas, aniq siyosat natijasini, aniq masalan savdo sotiqni rivojlanayotgani aksida ko'rishyapti. Misol uchun, kechirasiz, bugungi kunda o'zbek qovuni yetib bormagan joyi yo'q. Xohlasangiz o'zbek qovunini Angliyada ham topishingiz mumkin, Yaponiyada ham topishingiz mumkin. Misol uchun nima, ularda qovun o'smaydimi? Bu mamlakatlarda ham o'sadi. Lekin O'zbekistonning quyoshini yegan qovun boshqacharoq bo'ladi. Gapni ochig'ida, demak buni biz yaxshi ma'noda targ'ibotini qilishdan to'xtamasligimiz kerak. Va jurnalist o'laroq men juda ham xohlardim, bu narsa bizni o'sha jurnalistlarni kasb etikasi haqidagi kodeksimizda ham keltirilgan. O'zbekiston imijini xalqaro media makonda ko'tarishdan biz hech qachon to'xtamasligimiz kerak. Ya'ni media bu sohada O'zbekistonning tashqi targ'ibotini kuchaytirishga juda ham katta hissa qo'shish kerak. Nimaga? Chunki jurnalistlar har doim obyektiv yoritishadi. Jurnalistlar ko'pirtirmasdan yozishadi. Va uni natijasida O'zbekistonga masalan ko'proq yana sayyohlar kela boshlaydi. Ko'proq yana investorlar kela boshlaydi va O'zbekistonga qiziqish yana ham ortadi. Masalan, bugungi kunni misollardan aytamanki, yaqindagina qirg'izistonlik bir jurnalist keldi Toshkentga, ismlarini aytishim shart emas. Xursand bo'lganim uchun men sizga buni aytib bermoqchiman, bugungi mavzumizga mos bo'lgani uchun. Aytayaptiki, endi ayoli bilan kelgan, oilasi bilan kelgan, Toshkentda rasmga tushganda uni ijtimoiy tarmoqda ulashyapti va tepasiga qirg'iz tilida yozgan. Yevropa deyaverasizlar, oldin bir Toshkentga kelinglar, deyapti-da. Mana bu ham soft power. Ya'ni odamlar qancha ko'p kelsa,
O'zbekistonni ko'proq taniladi. Ya'ni o'sha turistlarga, xorijlik mehmonlarga qanchasida masalan bugungi kunda bilasiz, siyosat darajasida qaralyapti. Ularga viza olishda, O'zbekistonga viza olishda yengilliklar berilyapti. Ayrim mamlakatlar bilan masalan qator mamlakatlar bilan desak ham bo'ladi, vizasiz rejimga o'tilyapti. Buni tag zamirida aslida o'sha soft powerning bir ko'rinishi. Kelinglar, O'zbekistonning eshigi ochiq, mehmonimiz bo'linglar deyapmiz-da hozir. Mana qo'shni mamlakatlarda masalan millionlab turistlar kelyapti. Hatto Toshkent Cityga borsangiz masalan Qozog'istonlik faqat masalan yosh kelin kuyovni ko'rmaysiz. Buvasi, buvisi, kelin kuyov, otasi, onasi, bolasi, nevaralari bilan masalan Toshkent Cityda masalan kecha molda ko'rdim. Bu odamni juda ham xursand qiladi. Demak, bizlardagi o'zgarishlarga qo'shnilarimiz ham qiziqyapti. Masalan, kechirasiz, Toshkent ko'chalarida oldin nihoyatda kam ko'rinardi. Tojikistonning mashinasi yoki Qozog'istonning mashinasi, Qirg'izistonning mashinasi. Bugun qarang, qanday biza ochildikki, bu yerga odamlar talpinyapti. Toshkentga, O'zbekistonga talpinyapti va borgisi keladi. Bu ham bekorga emas. Demak, O'zbekiston haqidagi axborot Markaziy Osiyoda va xorijda deylik, u juda ham yaxshi nima deydi, soft power orqali yangrayapti. Yaqinda bitta case sifatida yana aytib o'tmoqchiman. Amerikalik sayyohlar keldi va men ularga O'zbekistonni madaniyat haqida ma'ruza o'qib berdim. Bilasizmi, endi ba'zan bizlarda shunaqa stereotiplar shakllanib qolganki, O'zbekistonga kelgan odam faqat somsa yeydi, osh yeydi, tarixiy shaharlarimizni ko'radi, bo'ldi emas. O'zbekistonga kelgan turistlarning orasida shunday qatlam borki, ular ziyoli qatlam. Ular allaqachon O'zbekistonning 1000 yillik tarixini, bizni bobolarimizni, o'sha Ibn Sino deysizmi, Abu Rayhon Beruniymi, Buxoriymi, ularning tarixini, jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini o'rganib, keyin O'zbekistonni ziyorat qilishga kelishyapti. Va ularning oldida masalan siz o'sha ma'ruza o'qiysizmi yoki bir taqdimot qilib berasizmi, unga rosa tayyorgarlik ko'rib, keyin chiqishingizga to'g'ri keladi. Chunki men sezdim, mana aprel oyida yana kelishmoqchi. Agar kelishsa, demak taqdimotimni boshqacharoq qilishim kerak. Yana ham chuqurroq O'zbekistonni nafaqat o'sha tarixiy shaxslari, balki bugun nimaga erishyapmiz? Yangi O'zbekiston nimasi bilan masalan oldingi davrdan farq qiladi? Investorlar uchun nimasi qiziq? Turistlar uchun nimasi qiziq? Tabiatimiz qanday? Bu haqdagi ma'lumotlarni yana ham kuchaytiribroq o'sha turistlarga berishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa. Ustoz, bugungi mazmunli suhbat uchun sizga tashakkur. Kelgusidagi ishlaringizda, ilmiy izlanishlaringizda muvaffaqiyatlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Katta rahmat taklif uchun. Demak, soft power bu ko'rinmas, ammo ta'siri chuqur bo'lgan kuch. Madaniyat, ta'lim va media orqali davlatlar dunyoqarashini shakllantirmoqda. Bugungi suhbatimiz ana shu murakkab, ammo dolzarb mavzuning turli qirralarini ochib berdi. Salomat bo'ling.